ayolga baxt bering, saodat bering. Chunki ana shu baxt va saodat sabab oilangizga xotirjamlik, baraka, tinchlik va totuvlik kiradi. Toshkent viloyatida bugun hayot qaynoq. Ayniqsa ayol qizlar bugun nimadir bilan band, shunchaki kunini bekor o'tkazayotgani yo'q. Ularning bandligini ta'minlash yo'lida prokuratura organlari, viloyat va tuman hokimligi vakillari, kasb uyushmalari federatsiyasi viloyat boshqarmasi hamda qator tashkilotlar birga birdamlikda ish olib bormoqdaki, bu yo'lda prezident qarori asosida xotin-qizlarni ijtimoiy-iqtisodiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha 27 nafardan iborat viloyat komissiyasi tarkibi tasdiqlangan. Mazkur guruh doimiy ravishda joylarda muammo va kamchiliklarni o'rganib bormoqda. Hal etilishi zarur bo'lganlarga rejali tarzda yechim topmoqda. Ularning bu galgi manzili O'rta Chirchiq tumani. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, tumanda bugun 140 ming nafar aholi bo'lsa, shuning 65 ming nafarini ayollar tashkil etar ekan. Qorasuv mahallasida joylashgan Makkajo'xorini qayta ishlash korxonasi 90 nafar ishchining naqd 80 nafari ayol qizlar. Korxonada ular uchun sharoit zo'r, cho'ntakka esa daromad o'z vaqtida kelib turibdi. Bu esa ayol zoti uchun ayni muddao. Men shu mahallada yashayman. Shuning uchun menga qulaylik tomoni ham shu ayniqsa. Shu ozgina naroqda shunday yo'l yurib ketamiz. 5 minutlik yo'l bizga, qo'shnilarim, hammamiz bir-birimizni yetaklashib, kelib, xursand bo'lib, yana ishimizdan kayfiyatimiz zo'r bo'lib, a'lo bo'lib ketamiz. Ishim o'zimga yoqadi. Oilamizga ham yordam ham. Prezidentimizga avvalambor rahmat deyman. Ayollarga har qanday sharoitlarda yaratib berishyapti. Oylik tayin, ish bormi? Demak, oilada tinchlik hukmron. Sababi moddiy qiyinchiliklar bo'lmay tursagina oila to'kis, erning esa qulog'i tinch bo'ladi. Ammo ba'zan obyektiv va subyektiv sabablar tufayli oila boshi bo'lish ayolning zimmasida bo'layotgan holatlar ham kam emas. Ayniqsa o'zbek ayoli haqida gap ketishi bilan ko'z oldimizda vataniga va oilasiga sadoqatli xotin-qizlar keladi. Bu mas'uliyat oldida esa ular ba'zan o'zlarini unutib qo'yadi yoki kimdir tomonidan unutiladi. Shu bois ayrim holatlarda muammolar girdobi tushib bu yo'ldan chiqolmay qolganlar ham talaygina. Aynan ular davlat va jamiyat e'tiboridan chetda emas. Aslida vaziyatidan qat'iy nazar har bir ayol prezident himoyasida, bosh prokuratura hamda qator tashkilotlar hamkorligida tuzilgan maxsus ishchi guruh bu yerda bo'lib, ayollar bilan samimiy suhbat qildi. Ko'p va xo'p gaplar aytildi, dildan muloqot qilindi. O'rta Chirchiq tumani 140 ming aholisining 65 ming nafarini ayollar tashkil qiladi. 3200 nafar ayol ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayollar daftariga kiritilib, ularning iqtisodiy, ijtimoiy, huquqiy, tibbiy va boshqa masalalari tizimli ravishda hal qilinib bormoqda. Asosiy e'tibor bizda ayollarning bandligi, oilaviy tadbirkorlik dasturlari asosida ayollarning faoliyatini oshirishga qaratilgan. Hozir bu yilda o'zida 133 nafar ayolga imtiyozli 2 milliardga yaqin kredit pullari ajratilib, ularning tadbirkorligi yo'lga qo'yildi. Hammasini yuzlarida tabassum. Avvalambor ayol ko'ngli to'q bo'lsa, biror ish bilan band bo'lsa, o'zi mablag' topsa, o'zi oilasiga shuni yetkazsa, albatta farovon bo'ladi, oilasi ham farovon bo'ladi, ko'nglida tinchlik, xotirjamlik bo'ladi. Aytishlaricha, qo'ziqorining vishenka navi inson tanasi, teri, miya va suyagiga darmondori bo'lar ekan. Uning tarkibidagi antioksidant Parkinson va Alzheimer kasalliklarini oldini olishga katta xizmat qilar ekan. Har holda bu mening emas, tibbiyotchilarning fikri. Gap esa hozir tibbiyot haqida ham emas. Mana shunday ham dorivor, ham mazali ovqat, cho'ntakka esa daromad bo'layotgan qo'ziqorinni yetishtirayotgan oila haqida. Do'stlik mahallasida yashovchi er-xotin Feruza va Rustam 4 yil oldin kichik maydonda qo'ziqorning vishenka navini yetishtirishni boshladi. Kichik maydondan katta daromadgacha. Gap shundaki, oila boshining qulog'imga aytgan kichik sirini shartta sizlarga yetkazishga qaror qildim. Kuniga $1000 qo'ziqorin sotayotgan ekan. Eksportniki gapirmasa ham bo'ladi. Daromad yaxshigina xullas. Aslida gap bunda ham emas. Asosiy masala bu yerda shu mahallaning ayol qizlari ishlayotganidadir. Qo'li-qo'liga tegmay yugurib yelib ishlayotgan xotin-qizlarimizning bugun topayotgan oylik maoshi ham yaxshigina ekan. Uzoqdan emas, shu yaqin oradan transportsiz piyoda kelib ketib, ortiqcha mablag' sarflamay, tushlikni ham shu yerning o'zida ish beruvchi tomonidan tortiq qilinayotgan bo'lsa, menimcha bu maosh ayol kishiga o'z ehtiyojlari uchun bemalol yetib qolsa kerak-a? Nima dedingiz? 4 yildan beri chetda faoliyat ish yurityapmiz. Ishimizdan xursandman. Topgan maoshim pulim bilan oila ro'zg'orimni boqyapman. O'zimiz yetishtirgan qo'ziqorinni terganimizda o'z-o'zimizdan xursand bo'lib ketamiz. Chunki o'zimiz yetishtirgan mahsulot chet elga eksport bo'lyapti. Feruza turmush o'rtog'i bilan ushbu kichik korxonani tashkil etdi va mahalladagi ko'plab ishsiz ayollarni ish bilan ta'minladi. Albatta, bu jarayonda unga prokuratura organlari, viloyat hokimligi va hamkor tashkilotlar doimiy ko'mak berib kelmoqda.
Ayni vaqtda hozir bizning mahalladan, Do'stlik mahallasidan ayollar ishga chaqirganmiz. 42 ta xonadondan ayollar kelib ishlashadi. Ularning ish vazifasi nima? Qo'ziqorin terishadi, tozalab, fasovka qilinadiganini fasovkaga qilamiz, qolganini bankaga, tuzlashga jo'natamiz. Ular shu ishini qiladi soat 8 dan 6 gacha. Ish og'ir emas. Xursandmi ayollar? Kelishyapti, necha yildan beri ishlashadigan ayollarimiz bor. Ular kelishyapti, ishlashadi. Yaxshi, vro'zi bu og'ir emas. Ularni oyligini harakat qilamiz shu vaqtida 15 kun atrofida berishga. Chunki ularning ham o'zining oilasi bor. Bir xillari bor, xo'jayini bor. Bu yerda xo'jayini yo'q, ayollar bor. Ular o'zi topib, o'zi ishlab, o'shaning uchun bizni oilasini tebratadi. Ularga o'shaning uchun biz iloji boricha 10 kun, 15 kunda pulini qilib berishga harakat qilamiz. Umuman olganda ishchi guruh tomonidan ayol-qizlarni ishga joylashtirish bandligini ta'minlash borasida tizimli ishlar olib borilyaptiki, bu yo'nalishda doimiy tarzda komissiya a'zolarining rejadagi uchrashuvlari ham o'tkazib tildi. Bugun yurtimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, bundan tashqari ularni bandligini ta'minlash, kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikka yo'naltirish va eng asosiysi qizlarimizni oliy ma'lumotli qilish, ularni bugungi kunda jamiyatda o'z o'rnini topishda juda katta ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan. Bu borada muhtaram prezidentimiz tomonidan 2025-yil 14-martdagi oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash borasidagi yangi bir qarorlari imzolandi. Ushbu qarorga asosan ham bugungi kunda Toshkent viloyati hokimining qarorlari chiqdi va 27 kishidan iborat bo'lgan ishchi guruh tarkibi tasdiqlanib olindi. Ishchi guruhga asosan bugungi kunda barcha aniq ko'rsatkichli va manzilli rejalar, belgilangan vazifalar ham ishchi guruhga yuklatilgan. 274 nafar bugungi kunda lider ayollarimizga biz 3774 nafar ishsiz ayollarni biriktirdik va bu ayollar ham mana shu ham faoliyatlarini boshlab, o'z tadbirkorlik yo'nalishlarini boshlashga yo'lga qo'yish rejalashtirib olindi. Prokuratura organlari bilan birgalikda hamkorlikda ayollar daftarining 6-bosqichida ham bugun biz 89504 nafar ayollarni bu yilgi 6-bosqichda xatlovlar natijasida aniqlab oldik va har bir mana shu ayolga bugungi kunda psixologik, huquqiy va tibbiy yordamlar berish ham rejaga qo'yilgan. Aytish kerak, ayollar ishlagan va rahbarlik qilgan joylarda tartib, adolat, halollik, madaniyat yuqori bo'ladi. Shunday, ular bor joyda hamisha o'sish va rivojlanish bo'ladi.